Assalomu alaykum. Agroqorg'on YouTube kanalimiz obunachilar, yaxshimisizlar, charchagan sog', tengizda. Bugun 21-mart. Hammalaringizga Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun biza shu bayram kunda ham pomidorlarimizga ozuqa berish jarayonida biza bugungi retseptni har xil variantlarni men juda ko'p video qilganman. Bu tema bo'yicha guruhda ham aytib o'tganman rosa. Bugungi retseptimiz kaliy sulfatli retsept beryapmiz. Pomidorda уже o'tgan 10-chilarga biza chkanka qilishni boshlagan bo'lsak, bugunga kelib 10-11 kunga chkankalarni tugatdik. Alohida o'suv nuqtasiga e'tibor bilan chiroyli qilib chkanka qildik. Pomidorlarimiz yana simgacha yetgan, har bir tanasiga 9 ta, 10 ta, 12 tagacha gulxonasi bor hali. O'suv nuqtalari yaxshi ishlab ketyapti. Xudo xolasa o'suv nuqtalarini уже to'xtatsak ham endi bor kuchini mevaga beryapti. Mana shu bor mevalarni tezroq katta qilish, tezroq qizartirish maqsadiga bugun kaliy sulfatli retsept beryapman. Videoni orqasini qilsanglar, bugungi retseptimiz hovuzimizda 70 tonna suv bor. 70 tonna suvimizga kaliy sulfat birinchi o'rinda ketyapti. Buni pH regulatori degan yozuvi bor. O'sha uchun pH regulatori borligi uchun biz bunga kislota solmaymiz. Suvimizni radnoy pH'i 6.9-7 neytral holatda. O'sha uchun prямо makroelementlardan 70 tonna suvga 2 kilo 200 gramdan 160 kilogram solyapmiz. Magniy sulfatdan 60 kilogram solyapmiz. Bu taxminan 700-800 gram tonnasiga to'g'ri kelyapti. Tonnasiga hech bo'lmasa 1 litr gummat kaliy solinyapti. Bu yerga ikkita bachok keltirishibdi, yana bitta bachok turibdi. Xudo xolasa 1 litr tonnasiga gummat kaliy har bitta o'sha hovuzdagi suvimizga 50-60-70 tonna suvga 4-5 baklashka mana bu ildiz garmondan qo'shib beryapman. Уже 4-5-marta beryapman. Ildizlarimga xudoga shukr haligacha muammo yo'q. Talaglarimni nastroyasi yaxshi. Va o'sha kaliy sulfatli, magniy sulfatli retseptga mana bu guminiy pastadan qo'shib beryapman. Buni tarkibiga sulfatlar bor 5% va 0.1% sink bor. Tarkibi. Bu gumisol bemalol sulfatli ozuqalar bilan reaksiyaga kirishmasdan bemalol ishlatsa bo'ladi. Ana endi bu 1 tonna suvga yarim litr hisobiga ketyapti. Bunisi 1 litr hisobiga ketyapti. Magniy sulfat 800 gram 1 kilogram atrofiga ketyapti. Kaliy sulfat 2 kilo 200 gram atrofiga ketyapti. Sentavito masalan 70 tonna 80 tonna suvimiz bo'lsa hovuzda, bu 15-20 tonna suvga 1 litr qo'shiladi. 15-20 tonna suvga 1 litr qo'shiladi va buni dozalariga bundan oldin videolarga ham aytganmiz. Shu videoga ham xudo xolasa ko'rsatamiz dozasini. Shu hech bo'lmasa 10 tonna suvga 1 litr qo'shib ishlatsa bo'ladi. Biza shu 10 tonna suv hisobiga taxminan har safar berayotganimiz uchun kamroq bo'lsa ham, o'sha 4 litr bo'lsa ham hovuzimizga qo'shib beryapmiz. Va oxirgisi sink sulfat. Sink sulfat har safar 2-3 kilogramdan 4 kilogramgacha men solaman hovuzimga. Bu safar ham xudo xolasa hech bo'lmasa bir 3 kilogram solaman. Aslida kaliyli ozuqalar berish vaqti ko'proq marganetsga e'tibor berishimizni tavsiya qilishdi ko'p kishi. Marganets o'sha kaliylarni yuqoriga chiqishiga tezroq yordam beradi. Endi mana o'suv nuqtamga gul borligi uchun, o'suv nuqtam uzilmagani uchun shu vaqtgacha ko'pincha sink bilan ishlab keldim. Sink nima uchunki immunitetga ham yordam beradi. Immunitet ko'tarishga ham, o'suv nuqtani yaxshi shakllanib serhosil gul tugib ketishi uchun yordam beradi. Ana endi xudo xolasa sinklarni ham oxirgi yana 2 martacha beramiz.
2 martacha bergandan keyin, 2 martacha bergandan keyin bemalol u yog'i marganesga ko'proq o'tsak bo'ladi. Чтобы bundan oldin berilgan o'sha kaliylarimizni yuqoriga davet qilish uchun. Prямо o'sha ovuzdagi suvimizga hech qanaqa kislota qo'shmasdan ozuqalarni qo'shishni boshlaymiz. Birinchi mart hali ham chiqanga bo'lmabdi. Основной части bo'ldi-yu, lekin hali ko'p joyi bor. Bu poyalardan 6-7 ta guruhxona terilgan. Hali yuqorisida. Mana shu ko'p joyga yana 6-7 ta, ba'zilarga 8 ta, 10 tagacha gulxona bor. Mana o'rta barg olingan joydan tashqari. Shuncha palaga qayerda 6-7 ta terilgan. Hali o'rtasida shuncha hosili bor. Yukarıdan aladım ama şöyle. Pagona. Güzel. 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 İnşallah Allah hosilimiz yeterli may iyungacha o'tsa kerak. Mana shunday holatda. Shu holatga yanada yaxshiroq qizartirish maqsadida biz bugungi kaliy sulfatlik retseptlarimizdan beryapmiz. Umumiy holatini yaxshi sizlar tanishtirdim degan umiddaman. Ozuqalarni erish ketyapti. Kaliy sulfatimizning ichi juda sifatli. Normal degan o'sha import firmalarning sifatidan qolishmaydi. Sal rozovicha to'g'lanadi. Ovuzimizga juda ham ko'p 0,3ligi uchun shirinligi prямо sho'r suv ham qo'shamiz ozgina. Hurmatli obunachilar, retseptni yana sizlarga aytib o'tsam, bir tonna suv hisobiga 2 kilogram 200 kaliy sulfat solinyapti. Keyin hech qanaqa kislota qo'shilmayapti. Nima uchunki bu Fay kompaniyalarining ozuqalari hammasi S regulirovka pH deb yozilgan. Bu deganiki ozuqalarning tarkibida o'zi kerakli kislotalar qo'shilgan. Bu kaliy suyuq 1 litr qo'shilyapti. Don qata qilishga, boshqasiga yordam beradi. Bu misoldan bir tonna suvga 500 gram hisobiga qo'shilyapti.
Keyin yana o'sha ildiz stimulyatori bor, Sentovito degan, o'sha Sentovitodan 5 litre, 4 litre qo'shamiz har bitta hovuzga. Bu deganiki ildizimiz muntazam rivojlanishda bo'lishini ta'minlash. Shuni hisobiga. Keyin o'zi marganes qo'shish kerak edi. Bizda Navichi pitsada marganes yo'q ekan. O'sha uchun sink qo'shamiz har xilgida. Nima uchunki men o'z suv nuqtasi bor ko'chatga sink tavsiya qilaman. Kamroq marganes tavsiya qilaman. Nima uchunki o'z suv nuqtadagi gullarni o'sha yoshlikka, baquvvatlikka ko'chat qanday bo'ladi? Xuddi shunday yuqoridagi 16-17 gulxonani ham xuddi shunday gul qilishini ta'minlab beradi. Sink o'sha bor sink asosiy rol o'ynaydi shu holatga kelish uchun. Men eng ko'p ishlatadigan mikroelementlarman. Ayni bu kaliyli ozuqalarga kelgan vaqtda nima qilamiz? Kaliyli ozuqalarga kelgan vaqtda o'sha ko'proq marganesga e'tibor berishimiz kerak. Kaliyni davet qilib beradi. Shuning hisobiga o'sha kaliyni o'sha biza kutadigan foydasi tezroq ko'rinadi. Endi kallarni yaqinda olib bo'lganim uchun bu safardan xudo xolasa bemalol marganet ishlatsak bo'ladi. Mayli shundan sanaymiz. Qani buni kelib chiqishi. Qayerdan? Qani mana shu yerdan ekan. Mana shu yerdan. Mana bitta kist mana. Yaqin tutadi bu juda. Bu ikkinchi kist mana. Bu uchinchi kist. Mana terilganda bu. Dördüncü kist mana. Beşinci kist mana. Terilgan. Oltinchi kist. Yettinchi kist. 8 9 10. Buradan propiska qilgan. Buni ham sanaymiz keling. 11 12 13 14 15 Şurası 15 Ana o gül Ana yukarı sana 16 İyi yukarıdaki iktidardan 18'de gül 18'de gül mana çünkü Pastan terilgandan sonra kelyapman-da. Endi bu har bitta ildizga men 2 dona haligi qo'yganman. Mana pomidorimizni ranglari. Mana. Mana. Kipragi rangi. Eng kami 16 ta pastdan gulxona olgan, eng kami. Eng kami 16 ta gulxona olgan. Bunasa 18 ta gulxona sanab berdim ixtiyorlaringizga. Virus yo'q umuman. Virus yo'q umuman. Rang olishiga ayb yo'q. Ko'raklari xuddi alyuminiyning ko'raklaridek qop-qora. 18 ta gulxona birta tanasiga bo'lgandan keyin ikkinchi tanasini bilan hisoblasak, qancha bo'ladi? 36 ta. Keyin 36 ta bo'lishi shart emas. 30 ta chiqsin bizga. 30 ta. 30 ta çıksın. Mamla zörk isteyen bor mamla. Bu kaliy sulfatini tolqa qizartirishga, don semirtirishga bo'lib ketyapti. Böyle gumak kaliylar qo'shilyapti. Gumisollar qo'shilyapti. Karnivoy stimulyatorlar qo'shilyapti. Magniylar qo'shilyapti, magniylar. Hammasi kompleksni ozuqa. Katta havuzga xohlagan narsani qo'shsa, bemalol qo'shaversa bo'ladi. Hech qanaqa narsa bilan reaksiyaga kirishmaydi. Hurmatli obunachilar, mana bu teplitsamizdan sizlarga ko'rsatamiz. Chunki hovuz hammasi o'sha joyda. Mana bu teplitsamizni ham holatini ko'rsatib o'tib ketsam sizlarga.
Mana hosildorchilik. Qancha pastidan terganmiz. Pastidan qaranglar qancha terganmiz. Sherdan bitta sanab beraylik sizlarga. Uchidan boshlayman. Mana bitta gul qo'l ko'rsatdi. Bitta gul. 2, 3, 4. Qaranglar buni qanday yaqin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Mana bu yerga bitta singan joyi bor lekin. 12, 13, 14, 15, 16 ta ekan bu yerda. Bu yoqlarga bo'yi uzun, bu yerdan ko'ra 18 ta. Mana ichkari hosillar mana. Mana. Mana shu ko'mkak joyiga 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ta. 10 ta gulxonasi bor ekan. Prosta mana shu ko'mkak joyiga. Bu yilga inshaalloh bundan ham yaxshi planlar bor. Avgustga ekilgan narsa pastdan yuqorisigacha g'arq hosilda turibdi. Mana. Ozuqalar hammasi qo'shildi bu. Xo'sh, ana bitta o'lchaymiz bu. Aparat tushuntirilgan ekan. Yesi. Ketdik. Yesi 4,5. Yaxshi bizga endi pH 6 bo'lishi kerakda, qalinlik ozuqa beryapmiz. Yetti chiqyapti, значит kislota qo'shishimiz kerak ekan. Ana shu ko'pincha gumat bilan anaqa gumilar qo'shamiz-ku. Bularning o'zidan ham yozilganda pH. Masalan, mana bunga o'zi kerakligini qayerga yozilgan? Unda yozilmagan ekan, lekin bularning pH'i 9 dan 12 gacha bo'ladi. Bunisini ko'raylik. Bunda ham yozilmagan ekan. Ana shu gummatli narsalar qo'shgan vaqtga pH ko'tariladi. Bularning o'zini tarkibidagi kislota yetmaydi. Shuning hisobiga har doim mana shu apparat kerak. Apparat bilan o'lchab, kaliyli ozuqalar berayotgan vaqt pHni 5,5 dan 6,5 gacha qilib berish kerak. Kaliylik ozuqalar. Kalsiylik ozuqalar, magniylik ozuqalar 6,5 dan yuqorisi 7 gacha. 7,2 kelinki. Kalsiy, magniylar, mezoelementlar. Fosforli ozuqalar. Fosforli ozuqalar qancha past bo'lsa shuncha yaxshi. 5, 4,5, 4 bo'lsa ham mayli. Ana shu narsa esdan chiqmasin. Hozir biz o'lchab ko'rdik, 7,5 chiqdi suvimiz. Bunga значит limonli kislota qo'shamiz. Fosforimiz ham bor, Centofos degani. Sal qimmatlik qiladi. Uni barka asrab turibmiz. O'sha limonli kislota qo'shamiz. 1 kilosi 25 ming, 30 ming atrofida. Mana shu obozimizga 5-6 kilo qo'ysak, bizga pH'ni uровнini 6 qilib beradi, quloq olsin. Salomat bo'linglar, hurmatli obunachilar. Kelgusi videolarimizga ko'rishguncha